Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi misol yechimini o'rganib o'tamiz. Demak, bizga berilgan tenglik x minus ildizosi x topishimiz kerak. Birinchi o'rinda nima qilamiz? X ildizosi x minus 9 ildizosi x ni 8 ildizosi x minus ildizosi x deymiz. Ikkalasi qo'shilsa 9 ildizosi x chiqadi. 8 bu tarafga minus qilib o'tkazamiz. Teng 0. Endi o'rtoqlar, mana bu ikkalasidan ildizosi x ni chiqarib oladigan bo'lsak, buning o'rnida x qoladi, minus buning o'rnida 1 qoladi. Bu ikkalasidan minus 8 chiqadigan bo'lsa, buning o'rnida ildizosi x qoladi, plus 1 qoladi. Teng 0. Endi mana x ni bilamizki, ildizosi x ning kvadrati deyish mumkin. Minus 1 ning kvadrati minus 8 ildizosi x plus 1 teng 0. Endi a kvadrat minus b kvadrat formulaga ko'ra yoyilsa mana bu. Demak, ildizosi x minus 1 ildizosi x plus 1 ga yoyiladi. Minus 8 da ildizosi x plus 1 teng 0 ga. Endi qaranglar, ikkalasida ham nima bir xil? Ildizosi x plus 1 bir xil. Demak, o'sha ildizosi x plus 1 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, buni o'rnida qaranglar, buni olib chiqib ketsak, birinchi mana nol qolib ketadi birinchi o'rinda. Ildizosi x ko'paytirib ildizosi x minus 1. Ildizosi x ko'paytirib x chiqadi. Ildizosi x minus 1 ko'paytirsa minus ildizosi x chiqadi. Buning o'rnida minus faqat 8 qoladi. Teng 0. Alohida 0 ga tenglaymiz. Mana hech qachon 0 ga teng bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki ildizosi x plus 1 0 ga teng bo'lishi uchun ildizosi x dan minus 1 chiqishi kerak. Bundan minus 1 chiqmaydi. Bu 0 ga tenglab o'tirmaymiz, buni 0 ga tenglaymiz. X minus ildizosi x minus 8 teng 0 ga. Narigi tarafga o'tsa, x minus ildizosi x teng necha bo'lar ekan? 8. Demak, x minus ildizosi x ning qiymati o'rtoqlar 8 ga teng. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.